Shodiyor aka, mana xudo xolasa yangi o'quv yilimizni ham boshlab oldik. Bu o'quv yilida nimalarga e'tibor qaratiladi? O'rinli savol bo'ldi. Mana eski o'quv yilida biz hamma o'quvchilarimizni milliy sertifikat olishlari uchun qattiq mehnat qildik. Yangi o'quv yili uchun asosiy maqsadimiz milliy sertifikatlarni oldirish va bu orqali ularni 189 ball to'plashlarini ta'minlash hisoblanadi. Shodiyor aka, qarang. Maktabga g'irt dangasa o'quvchi kelib qoldi. Ular bilan ham shug'ullanasizmi? Men bunday o'quvchilarni dangasa o'quvchi emas, aksincha ilm olishda to'g'ri yo'lni hali topmagan o'quvchi deb bilaman. Bunday o'quvchilar bilan ishlash bizga juda ham qiziq. Bu yil o'quvchilar uchun, ota-onalar uchun biror bir yangiliklar bormi? Yangilik 5, 6, 7 sinflar uchun qabulni e'lon qildik. Maktabimizda yana bitta yangilik, bu ingliz tili va rus tilini chuqurlashtirgan holatda o'tamiz. Targ'ibot ta'lim xususiy maktabida qabul boshlandi. Joyingizni band qilish uchun ushbu raqamlarga murojaat qiling yoki quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.